4-chi bob. Do'stlik to'xtami. Yondirqi yili atiyozning illiq kunlarining biri. Kun qayrilgan, havo ochiq. Ishki chetidagi eriqlar bo'ylarida yeşil chimanlar ko'kirib chiqqan harvi yo'lida 3 odam, 2 ot, 5 xechirliq bir kichik karvon ketib boradi. Karvon oldida boy sodigar qiyofatidagi bir odam qamchisining sepini egarga tirab, ot ustida mugidab ketib boradi. Uning orqasida odatdagi sodigar kiyimidagi qora soqolliq bir odam ot ustida o'ltirib, atrofga tinimsiz ko'z tikatdi va ochiq chiroy bilan qandoqdir bir ohangga burnida g'ing'ildaydi. Keynida beshiga tik ko'rpi tumoq. Putiga ko'n cho'riq kiygan. Beliga pichoq osqon, moloy qiyofatidagi bir yigit xechir minib keladi. U qo'lidagi uzun qamchi bilan xechirlarni boshqaratdi va oralab "Hoy, huy!" deb qo'yadi. Qashqardan yo'liga chiqish vaqtida Boris bey bularni bir kichik karvon, do'stlik karvoni degan edi, ham qilishqa to'xti tovar deb ot qo'yib bergan edi. Ular tog' davollar eshib, daryo kechiklar kechib, uzoq yo'l yurib, bugun Namanganga yiqilib keldi. Orqalarida yana 2 chaqirimcha yiroqda birer 100 otliq cho'ng karvon to'p to'zitib keladi. "Ana, yetib keldik", dedi Qo'shqor xushal holda. "Qilichbek, ko'rdingizmi? Ana Namangan." U yezlar orasiga o'rilib yotgan shaharni qo'li bilan ko'rsatdi. "Ha? Ko'rdim", dedi cho'chib beshini ko'targan qilich shaharga qarab. Ondan u Qo'shqorga ogohlantirish berdi. "Namanganga yetib keldik. Lekin mening etimni unutib qolganingiz nemisi?" "Shundoq, to'xtata var. O'rgangan odatda. Endi odatlarini cho'qim o'zgartish kerak." "Xo'p, tushundim." Qo'shqor orqasiga qarab varqiradi. "Ey xechirchi! Qamchangni chopsallat! Ko'rdingmi shaharni?" "Ha, ko'rdim xo'jayin, ko'rdim", dedi xechirchi xushal holda va ikki puti bilan xechirning beqiniga devitib, qamchisini o'ynatdi. Karvon kun bitish oldida shaharga yetib kelib, unch cho'ng bo'lmagan bir saroyga tushdi. Egiz bo'yliq, chor soqol saroyvan ularni issiq qarshi oldi. Qo'shqor ko'ni tunus saroyvan bilan qizg'in ko'rishdi. Qo'shqor to'xti tovarni saroyvanga yangi mehmon, nomi bor tovarchi. Xalqlar to'xti tovar deb ataydi, ha?" deb tunishtirdi. Ikki sodigar Qo'shqorga tunish 2 egizlik hujraga o'rinlashdi. O'zlari ichkirki uyga joylashib, yuktoqlarni dalonga o'rinlashtirdi. Xechirchi bo'lsa, xechirlarni otxonadagi to'riklarga egiz bog'lab sovutdi. O'zi o'ylining bir chetidagi kichik bir hujraga joylashdi. Qorong'i tushib, tomoq yeb bo'lgandan keyin Qo'shqor chiqib ketgan edi. Uzoq o'tmay u xushal qaytib keldi. "Ish joyida", dedi u palos ustida xurjunga beshini qo'yib, o'ngdisiga so'zilib yotgan qilichning yeniga o'ltirib. "Olamxon kelgili bir hafta bo'pti. U bizning xabarimizni so'rab, tog'amning uyiga 2 qitim kelib ketibdi." "Hozir u nima ekan?" so'radi qilich putlarni yig'ib o'ltirib. "Yezidagi bir tuqqunninkiga ketibdi. O'gillikka qaytib kelgudak." Ular ko'k choy ishga so'zlashib,
uzoq o'ltirdi. G'ulomxon bu odam Buxoro amri Abu Ali Simjuqning bosh putikchisi. Bir necha yil ilgari Qo'shqor Buxoroga borganda, u Qo'shqorni yoshirin ilib kirib, Amir Abu Ali bilan ko'rishtirgan. O'sha vaqtda Abu Ali Sutiq Bug'roxonga salom ayting. Biz birlashishni xohlaymiz. Agar unisa, Namangonga bir vakil avassun. Shu joyda bir kelishim tuzsak, degan edi. Abu Ali G'ulomxonni Namangonga avatmoqchi ekanligini aytgan edi. Keyingi yillarda Qoraxoniylar xonadonligining ichki ishlari oldirashroq bo'ldi. Sutiq Bug'roxon va uchlik Uyg'urish xalqining asosiy diqqati ko'proq alning birligini kuchaytirishga sarf qilindi. Ana shu maqsad uchun bultur qurultoymi echildi. Endi Sutiq Bug'roxon vakil avatishni qayta qaror qilib, vakilning bu yil 4-oyning o'ttirlarida Namangonga yetib boradiganligini Buxoro amriga xabar qildirgan edi. G'ulomxon ana shu xabarga asosan Namangonga kelgili bir hafta bo'lgan edi. G'ulomxonning Namangonda yaqin tuqqanlari bor edi. U burun go'yi yillari dam ilib, o'ynab ketish uchunmi kelib turadi. Qo'shqor G'ulomxonning kelganligini o'qishib kelgandan keyin qilich xush bo'ldi. Ikkisi keyingi ishlar to'g'risida uzoq paranglashib, uxlab qoldi. Atsi choshka vaqti bilan Sarayvan Namangonning mashhur savdogari O'pigar Seyit Xo'jini boshlab kirdi. Qani, Xo'jirg'a, dedi Sarayvan eshikning tashqarisida turib va ikki qo'llab uni uyga taklif qildi. O'küzdek semiz Seyit Xo'ja beshini tuvanrak egib eshikdan kirdi. Uning oldi o'choq baqasim yaktikidan pashmat ustidan shoyi belbog' bog'langan yo'g'on qo'rsqi chiqib turadi. Xo'jayin, kelsizlar, qani o'ltirsizlar, dedi Qo'shqor Seyit Xo'jani qarshi ilib. Qani yuqori chiqsizlar. Mana bu kishi Qashqarning nomdor tovar savdogari To'xti tovar bo'ladi. U o'rnidan qo'payotgan qilishni uningga tunishtirdi. Yangi mehmon ekanda, dedi Seyit Xo'ja tovarchi bilan salomlashib. Biz Namangonliklar, mehmon do'st odamlar biz. Yaxshi kelibsiz, kelib turing, dedi u xirqirab va to'rda ko'rpi ustida oron o'ltirib qattiq yo'taldi. Tovarchi O'pigarning sad qiyofatiga va o'ng'oysiz harakatiga sap soldi. Seyit Xo'ja haddidan ziyoda semiz edi. Shu turqida u xuddi bir samon tiqqan tog'irga o'xshaydi. U pushuldab dam olganda mingashtirib o'ltirgan putlarni besib olgan kupda qo'rsqi bir ko'tarilib, bir tushib turadi. Kelangsiz soqol burun ustiga o'sib chiqqan ikki mangzining o'ttirsig'a qo'ngan mushtak cho'qir burnini ko'rganda cho'ng odamning kulgisi keladi. Bolalar bo'lsa yig'lab tashlagan bo'ladi. Uning vujudiga bob kelmagan oromzodi ko'zlari pildirlab kishiga yerning tegidan qaraydi. U qisqa qo'llarini qo'rsqining ustiga olsa, aplashmay tushib ketadi. Shunga u qo'llarini bir elib, bir tushirib, hapilishib o'ltiradi. Pat-pat teliqib, chinqilib yo'taladi. Yo'talganda chiroyi texmi qo'rqinchli bo'lib ketadi. Qilib kulganda konidan har xil ovozlar chiqib ketadi. Qo'rsqi dingildaydi. Tonishib, cho'pqat bo'layliq. Siz Qashqarning nomdor tovarchisi bo'lsangiz, biz Namangonning, Farg'onaning nomdor tovarchisi bo'lamiz. Kuldi Seyit Xo'ja. Qo'shqorboy, o'z bolamiz, yaxshi birodar. Lekin
bizga yaxshi mollarni oz ep keladi. Shosh, Samarqand, Buxorodan kelgan savdogarlar Chinning tovar durdullarini, Qashqarning baqasam atlaslarini ko'p so'raydi. Bildingizmi, Qo'shqarjon, ha? Qo'shqar bu qitim sizga atab yaxshi mollardan jiq ilib keldi boy, dedi To'xti tovar kulib. Biz siz bilan birinchi navbat ko'rishmoqdamiz. Ammo cho'pqat bo'lganimizga ko'p yillar bo'ldi. Sizga nima kerak bo'lsa, yetkazib beramiz. Xotirjam bo'ling. Mana, bak yaxshi. Bizga mana shundoq do'stlar kerak. Qo'l katta, birodar. Seyit xo'ja bir qo'liga toyinib oron egilib, To'xti tovarga qo'l so'zdi. U qo'l ilishgandan keyin biroqla chiroyini o'zgartib, beshini egdi. Qani og'illar. Bu qitim qandoq mollar? Qandoq mol desingiz, bog' xo'jayin, dedi Qo'shqar uning so'zini bo'lib. Bashqichir tanlangan eng esil chin tovar durdullari va Qashqarning yuqori sifatli ipak mollari bor. Belli. Do'st degan mana shundoq bo'lsa, jinini basangmi arziydi-da. Og'ina, bahosi ilgirgidan azaroq, dedi Qo'shqar. Bu do'ram bizning boy og'imiz o'zi keldi emasmi, ha? Barakalloh. Yaraysan, Qo'shqarjon, yaraysan. Bu o'zlariga arzimagan salomliq, dedi To'xti tovar neriroqda usti yepiq turgan patnusni ilib, Seyit xo'janing oldiga echib qo'ydi. Seyit xo'ja patnusdagi gullari parqirab turgan bir to'p chin tovuri, bir jup toqi baqasamni ko'rib xush bo'lib ketdi. U ko'zlarini chaychaytib, patnusga yana bir qarab chiqdi-da, ko'zlarini o'ynatib kuldi. Do'stim, kerak emas edi. Rahmat. Arzimaydi. Biz akalgan mollarni sizga o'tkazsak, bugun tushdan keyin bak yaxshi. Janobingizning bizga ba'zi yordamingiz kerak bo'lib qolarmikin? Bizning akamiz birinchi qitim keldi emasmi? Masalan, bo'ldi. U yoqini men qo'yibman, dedi Seyit xo'ja maydisiga urib. Bu shaharning katta boshlari mening qo'limda, bildingmi, ha? Bay akangning burdi qamirladimi? Bo'ldi, dedi Saroyvan xushomat ovozi bilan. Bu kishi chimchiligi bilan shaharni pirqiritdi, ha? Saroyvan og'zini yo'g'on ichib, yolg'on kuldi. Seyit xo'jamo qo'rsoqlarini dingiltitib, xirqirab kuldi. Keyin u shunda qattiq yo'taldiki, quloq bo'yinlarigacha qizirib ketdi. Mushninkida ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Mehmonlar bir-biriga qarshib oldi. Ertasi kechqurunliqi Qo'shqarning tog'isining uyida do'stlar uchrashdi. Qilich G'ulomxon bilan xuddi ko'ni do'stlardek quchoqlashib, samimiy ko'rishdi. G'ulomxonmo qilichning dolisidan ikki qo'lini olmay, qayta omonlik so'radi. Bu ikkalanning birinchi qitim ko'rishlariga o'xshamaydi. Ular rostilla ko'ni do'stlardek yaqin edi. Bir qancha yildan beri bir-biri to'g'risida jiq anglab, ko'rishmayli do'st bo'lishib ketgan. G'ulomxon Qo'shqar bilan bo'lsa, 3-qitim ko'rishmoqda. Bugungi o'ltirishda ular o'zaro axborot almashtirdi. Qilich Qaraxoniylar xonadonligining siyosiy, iqtisodiy, madaniy va chirik ahvollarini tunishtirdi. O'tgan yildan beri elning ichki birligi kuchaytirilganligi, ilik hollar bilan o'tkazilgan qurultoyning utuqi to'g'risida so'zlab berdi. Bir necha yildan beri oldirash bo'lib kelinmaganligi uchun kechirim so'radi. G'ulomxonmo Samoniylar besib yotgan Farg'ona, Shosh, Samarqand, Buxoro doiralarida
xalqning ig'ir azob tortayotganligi, xalqning ustiga selingan alvon yasoq, oshor, cherik tutish va amaldorlarning, ruhoniylarning bulash talashlari natijasida kun kechirolmaydigan ahvolga tushib qolganligi to'g'risida keng to'xtaldi. Keyin u xon beylarining, amaldorlarning xiyonat qilish, poraxo'rlik, davlat mulkini talashga o'xshash ishlar bilan shug'ullanib, beyib ketib borganligi va kishilarning g'azabiga uchrayotganligi to'g'risida so'zladi. Ular xeyli uzoq mungdashgandan keyin G'ulomxon: Sizlar dam olishinglar kerak. Uzoq safarda hodinglar. 3 kundan keyin yana so'zlashsak, dedi. Qilich uning so'ziga qo'shildi. 3 kundan keyin ular yana bosh qo'shib, agar yomon paylidan yolmasa, Samoniylar hukmronligiga qarshi harakat qilish kerak bo'lganda, birlashib qurolliq qarshi turish to'g'risida tafsiliy so'zlashdi. Qilich Samoniylarning Qaraxoniylarga hujum qilmaslik ehtimolligini so'rganda, G'ulomxon: ular cho'ng yurishni planlamoqda. Lekin oldin bir sinab ko'rish urush qilib boqmoqchi. Bizning egilishimizcha, ular bu yil kuzda bu urushni boshlaydi, dedi. Qilich bu xabarga bak diqqat qildi. "Ini xabarmi?" deb so'radi u. Aniq. Sizning Samarqanddagi tog'ingizdan kelgan xabar. Chegirga oldirash chirik to'playotdi-ku, deb qat'iy aytdi G'ulomxon. Qilich Sutuq Bug'raxonning buningga qarshi tayyorligi borligini aytib, Samoniylar qanchalik kuch bilan kirishi mumkinligini so'radi. G'ulomxon 30 ming odamlik kuch tayyorlaganligini, ularning chegirdan o'tib urishadiganligini, bu qitim uningdan ishkirga kirmoqchi emasligini ta'kidlab so'zladi. "Cho'ng hujumi qachonroq bo'lar?" deb so'radi Qilich. G'ulomxon Samoniylar bu qitimqi sinoq urushidan keyin ondan rasmiy tayyorlik qilmoqchi ekanligini, ularga tayyorlik uchun xeyli uzoq vaqt ketadiganligini aytdi. Shuning bilan bu qitimqi sinoq urushda u yengilsa, ichki jihatdagi qiyinchilik texmi oshidi. Bundaq bo'lsa, uning tayyorligini keyinga surdi, deb qo'shib qo'ydi G'ulomxon. Ular bugun jiddiy so'zlashdi va ahvollarni xeyli cho'nqur muzokara qilishdi. Shuning bilan vaqtning yarim kecha bo'lib qolganligini sezmay qilishdi. 2 kundan keyingi tunda ular 3-chi qitim suhbat o'tkazdi. Bu qitimqisi oxirgi suhbat bo'ldi, ham do'stona, natijalik suhbat bo'ldi. G'ulomxon Buxoro amiri Abu Ali Simjuq nomidan Qaraxoniylar xonadonligining Farg'ona, Shosh va Ishkidaryo oraliqidagi turk uluslarining Samoniylar hukmronligida ezilayotganligiga ko'ngil belayotganligidan xursand bo'lganligini bildirdi. U Abu Ali amirning G'azni amiri Subuq Tekin va boshqa vatandoshlari bilan Sutuq Bug'raxonning bu diyorni qutqizishini qarshi oladiganligini va zo'ri tepiladiganlik bo'lsa, ichki jihatda cherik kuchi bilan moslashadiganligini va'da qildi. Qilich G'ulomxonning samimiyatiga minnatdorlik bildirdi. Amir Abu Ali va Subuq Tekin amirlarning Sutuq Bug'raxonning Samoniylar tajovuziga qarshi kurash qilishiga yordamlashadiganligiga xursandlik izhor qildi va Sutuq Bug'raxon nomidan rahmat bildirdi. Samoniylarning bu yil kuzda qiladigan sinoq urushiga Abu Alining aralashmasligi, Qaraxoniylarning cho'ng cherik yurishiga moslashib qo'zg'olon ko'tarishi to'g'riliq kelishdi, ham ikkili taraf cherik kuchi jihatda puxta tayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Har yili atyozda mushu joyda ikki yoqning aloqachilari kelib uchrashib turmoqchi bo'ldi. "Bek yaxshi bo'ldi", dedi Qilich xushal kayfiyatda. "Bu qarindoshlarning
do'stlarning kelishimi bo'ldi. Shundoq. Bizning bu kelishimimiz kelgusidagi birlashgan cho'ng kuchni ko'rsatgisi. Dedi G'ulomxon va so'radi. Bu kelishimimizni qog'ozga putimizmi qandoq? Qog'ozga putish xatarlik, dedi Qilich tushuntirib. Qog'ozga putish yana bir jihatdan ko'ngil to'xtatolmaslikning belgisi. Biz ikkimiz bu kelishimni ko'nglimizga putib olaylik. Bizning samimiy, sop ko'nglimizni hech kim o'g'irlay olmaydi. Bak obdan gap bo'ldi bu, dedi Qo'shqar. Bo'g'roqxon bilan Amirning ko'ngil so'zlari ikki vakil, ikki do'stning ko'ngliga putilgan kelishim. Qog'oz ko'yib ketadi, siyo o'chib ketadi. Sodiq ko'ngillarga besilgan inoqlik tomg'isi bo'lsa, o'chmaydi. Yaxshi gap, mayli, dedi G'ulomxon qo'shilib. Biz olisimiz irodasining guvohchilari bo'laylik. Ular tugal rozilik bilan suhbatni tugatdi. Do'stlar samimiy quchoqlashib xo'shlashdi. Qilich bilan Qo'shqar ishni tugatgandan keyin bir hafta dam oldi va Namangan shahrini, atrof yezlarni tomosha qildi. Bugun ular Seyit Xo'janing uyida mehmon bo'ldi. Seyit Xo'ja o'zining shuncha pixsiqligiga qaramay, mehmonlarni sexiylik bilan kutib oldi. Mehmonlarga bultur ko'zdan eshib, sezib qolgan üzümlardan qilingan qo'l bolasi musallasni zo'rlab ishkizdi. Mening ichmagan sharoblarim yo'q. Hech biri o'zimda yasagan musallasga yetmaydi. deb maqtandi u ichimlikni. Balli, mana polo. Lalaxon, choy damlab keling. Yaxshi ko'k choydan bo'lsin, dedi xo'jayin yenichi kelib polo usulgan leganni dasturxonga qo'yayotgan o'ttir yoshlik ayolga. Qo'shqar nimishqidir bu ayolning yuzini ko'rishga o'zicha qiziqib qoldi. Lekin uning beshidagi ro'mili yuzini yepib olgani uchun uning yuzini ko'rolmadi. Ayol leganni dasturxonga qo'yib etib, yer ostidan Qo'shqarga qaraganda, Qo'shqarning ko'zidan o't chaqnagandek bo'lib ketdi. U nima ahvol bo'lganligini tushunolmay turganda, Seyit Xo'janing Lolaxon degan so'zidan cho'chib ketdi. Uning orqasidan nashtar sanjilgandek teni jo'g'ildab ketdi. U hiliqi ajoyib ko'zlarni yana bir qitim ko'rishni xohlaydi. Afsuski, Lolaxon kayniga qaramay chiqib ketdi. Qo'shqar uning orqasidan qarg'inicha qaytib qoldi. Nima degan o'tkir ko'zlar. U nimishqa yurak rishlarini titirtdi. Lolaxon? Shu Lolaxon bo'lmasin yana? Yo'q. Buning ismi oxirida xon bor. Biroq u ajab ma'nilik qaraydi. Zodi kim bu? Qilich Qo'shqarda paydo bo'lgan bu ushtumtut xiyolga hayron bo'lib qarab qo'ydi. Seyit Xo'janing so'zi Qo'shqarning xiyolini buzdi. Qayni aziz mehmonlar, baqili. Mana bu baqasan poloning o'zi bo'pti-da. Bizning xotin polog shunchalik ustikanki, Namanganda birdiz ortiq ketmaydi. Qayni baqili. Qilich oli bo'lib qolgan poloni zo'r-muzor yegan bo'lib o'ltiradi. Qo'shqarning bo'lsa, kekiriki bo'g'ilib, g'iqqida to'ygan edi. U eshikdan ko'zini uzolmaydi. Ana, Lolaxon chaynak, chini qo'yilgan pattusni ko'tarib kirdi. Lekin u yerim yepilgan yuzini to'van akkan peti patnusni Seyit Xo'janing oldiga qo'yib, ta'tir burilib chiqib ketdi. Qo'shqar ormonda qoldi. Umid bekor ketdi. Yana kirib qolarmikin tong? Qilich Seyit Xo'jani tomosha qiladi.
Xo'jayin so'zligach Pologa aytdi. U fushulda aytdi. Dasturxondagi moyliq lo'ngi bilan peshonasidan eqiyotgan tarni ertib qo'yatdi. Legan yerimladi. Tugabmi qalay dedi. Xo'jayin: Ha, mehmonlarning ishtahasi egiz ekanda. Mayli, zo'rlamaymiz, deb qo'yib, bosh olmay Pologa aytdi. U leganni supurib, bir tal guruchni qoldirmay oldiga yig'di. Bir tal guruchni qoldirib qo'ysa, kupurliq bo'ladi deb tikan Imom Azam, dedi u va eng oxirgi kapan Poloni ching o'g'ishlab og'ziga soldi. U og'zidagi qolgan Poloni yutib, barmoqlarini bir-biridan yalab chiqdi. Keyin toza bir kekirib, chinalarga choy qo'ydi. Mehmonlarning pologa ancha zo'qlari yo'q ekan. Qani, choy ichayli, dedi u mehmonlar oldiga choy qo'yib. Qilich bilan Qo'chqor saroyga qaytdi. Qo'chqor o'ychan edi. Qilich so'radi. "Nim bo'ldi, Qo'chqor? Ushtum tutli o'ychan bo'lib qoldingiz-ku?" Hech. G'alati bo'lib turman. Eliq xotin shu mening bir kichik do'stimni eslatdi. Eslatgan bo'lsa, shu o'zi bo'lmasin yana. Shumudo. Ko'zlari o'xshab ketdi. Balki yo'q. Bu xotinni Lolaxon dedi. Kichik do'stingizning eti nima edi? Lola. Ayrılığınızga qancha yil bo'ldi? Shu sizlar tarafda qolgandan beri ko'rganim yo'q. Sizlar meni tutib olg'ili qancha yil bo'ldi? 20 yil bo'lib qoldi ehtimalim. Shuningdan beri ko'rmadim. Bir kelganimda surishti qilsam, erga tegib marg'ilonga ketgan, izlarki yo'q deyishgan edi. Dunyoda o'ylamgan ishlar bo'ladi, dedi uning so'zini diqqat bilan anglab o'ltirgan Qilich. Lolaga xonni qo'shib Lolaxon deb atashlari bek ehtimol. Keyin u xotin sizga nimishqa shuncha sinchilab qaraydi? Menga nimishqa qarmaydi? Marg'ilondan yenib kelgili bo'lmamdi ekan. Hozir eri bormi yo'q? Mana bularni aniqlash kerak. Siz bu xotin bilan ko'rishishning chorasini qiling. Umi balki sizni izlayotgandi. Ular uxlashga yotdi. Qilich G'ulomxon bilan qilgan kelishim to'g'risida, bu yil kuzda dushman borganda qandoq taqobil turish to'g'risida o'ylab yotadi. Qo'chqor bo'lsa, o'ngda yotqinicha uyning to'risiga qarab, boyiqi ayolni, heliqi yer ostidan qargan qudratli ko'zlarini o'ylaydi. Keyin uning xiyollari uzoq o'tmishga qaytib ketdi. Qo'chqor bilan Lola kichigidan billa poda boqatdi. Qo'chqor tog'isining qo'yini, Lola Seyit xo'jayinning kolisini boqatdi. 13 yoshli Qo'chqor 12 yoshli Lolaga xuddi okisidek g'amxo'rlik qiladi. Bir kuni Qo'chqor qo'ylarni yezi chetiga bir o'tloqqa qo'yib etib, bir do'ngda o'ltirib, naychilab o'tadi. Lolaning yig'ilgan ovozi anglanib qoldi. U qo'pib qarasa, bir etizliqda bir ayol Lolani urib etibdi. Qo'chqor nayni beliga qistirib, shu tarafga yugurdi. Borsa, ayol: "Sen shum nimishqi kallalaringni mening etizimga qo'yib etsan!" deb tayoq bilan Lolaning bosh ko'zlariga urib etibdi. Lola qo'llari bilan yuz ko'zlarini to'sib yig'lab etibdi. "Uni urmang!" dedi Qo'chqor cho'ng kishidek va ayolning qo'lidagi tayoqni tutib oldi-da, uni ko'rib, texmi o'ksib yig'lab, yugurib kelgan Lolani quchoqlab oldi.
Ayol yerdagi tayoqni yana elib, ikkisini urg'ila turdi. Qo'chqor Lolaning qo'lidan tutib olib qochdi. Ayol ozroq qo'g'lab yiqib, yetisholmagach, varqirab tillig'ini chiqoldi. Podichi bolalar kolalarni haydab qo'ylarga qo'shdi va yeriqi do'ngga chiqib o'ltirishdi. Lola qo'chqorning tizig'i beshini qo'yib, o'ksib yig'laydi. Hammasi bo'zak ketdi. Dedi u. Keyin gap qilolmay varqirab yig'ladi. Yig'lama Lola. Mening ota-onam yo'q. Sening dadang bor-ku. Biz bo'zak bo'lmaymiz. Yana bir oz cho'ng bo'laylik-chi, ondan ko'ramiz. Deydi qo'chqor Lolaning jo'yitib va balbig'ining uchi bilan Lolaning yuz ko'zlarini surtatdi. Bir kuni kashkuz bo'lib qolgan chaq. Lola bilan qo'chqor qo'y kollarni qo'yib berib, yana shu do'ngga chiqishdi. Ular mollarga qarab o'ltirishdi. Qarang, ovu qo'chqarlarni. Dedi Lola. Yana so'qish qilib turdi. Bir oq qo'chqor o'tlab olsa, bir qora qo'chqor yondab kelib, bir mungiz bilan uning beqiniga usdi. Oq qo'chqor beshini ko'tarib, chaqchaq qilma degandek qora qo'chqorga qarab qo'ydi. Qora qo'chqor yana birini usdi. Oq qo'chqorning ochiq kelib, kaynicha orqaga yondi. Qora qo'chqormi yondi. Ikkisi 3-4 quloch yerdan yugurib kelib, bir bosh urishdi. Ikkinchi qatim kayniga jiqroq yenishdi. Bir org'amchi bo'yi yerga berib to'xtab, bir-biriga ho'miyishdi va udullab yugurishdi. Oq qo'chqor g'azab bilan yugurdi. Yugurgancha kelib, tizilib turib, qattiq bosh urdi. Qora qo'chqor kayniga o'ltirib qoldi. Oq qo'chqor yana kayniga yenib, 2 quloch yerdan yugurishga tayyorlangan edi, lekin qora qo'chqorning qo'polmayotganligini ko'rib, to'xtab qoldi-da, bo'ynini burab, boshqa yoqqa menib ketdi. Lola qo'chqorlarning so'qishishiga diqqat bilan qarab turdi va varqirab kuldi. Qara, qo'chqor aka, qara. Ovu qo'chqor qo'polmay qoldi. Ha, u o'ziga boqmay, hamisha ashundoq yo'g'anchilik qiladi. Senmi ashundoq sho'x qo'chqor bo'lamsan? Bekordan tegishib, yiqilib yotganlik sho'xlik bo'lamdi ekan. Bekordan cheqilmaslik, cheqilganning adabini berish kerak. Ko'rdingmi? Oq qo'chqor bo'lman degina. Bo'zak bo'lmaydi ekansan. Rost, ovu kuni cho'ng bo'lganda bo'zak bo'lmaymiz deding-ku. Qachon cho'ng bo'lamiz? 5 yilda, 10 yilda. Voy, pek uzoqkan. Mening onam yo'q. U vaqtgacha qiynalib ketdiman. Nagola bo'lib, beshini to'an soldi Lola. Ko'nglimni yerim qilma Lola. Men bor. Ikkimiz ayrilmaymiz. Qo'chqor maydisiga beshini qo'ygan Lolani okilarcha mehribonlik bilan quchoqlab beshini siladi. Ondan ozroq o'ylab, ikkisi yaxshi ko'radigan naqshini boshladi. Lola beshini ko'tarib qo'shildi. Qo'zichoqlar maraydi, yetim qolgan o'xshaydi. Bo'z to'rg'aylar sayraydi, donsiz qolgan o'xshaydi. Onasiz yetim bolla yig'laydi ekan yosh to'kib, dadisi yodiga yetsa, bo'zlaydi ekan tiz kukib. Bo'zak atma yetimni, yo'qmikan anti uning, shu yetimlar oxlari, jiningni olmasmi sening? Qo'chqor xiyoli mushi yerga kelganda ko'krikini to'ldirib, ulug' kichiktirdi. U yenichi yetib, oshu jafoliq kunlarini va Lola bilan o'tkazgan bolalarga xos muhabbatlik, do'stona o'tmishlarini uzoq o'ylab yotdi. Atiganda Qo'chqor Xechirchi bilan shahar teshidagi o'stanga ot sug'orib bordi. Ular endi ot xechirlarni sug'orishga boshlagan edi.
bir ayol kelib, o'stangning yuqoriroqida o'ltirib, yuzini ro'moli bilan yerim yo'shirib, ko'zisiga suv olg'ili turdi. Uni ko'ribla qo'shqarning yuragi qattiq qilib ketdi. Bu shu Lolaxonning o'zi edi. Lolaxon suv to'ldirilgan ko'zini o'stang bo'yiga qo'yib, dogi ro'moli ichidan qo'shqarga bir qarab oldi. Qo'shqar buni sezmadi. U Lolaxonning oshu Lola ishkanligiga texi to'liq ishonmagan edi. U nima bo'lsa bo'lsin deb bir so'z tashlab yiqishni xohlaydi. Lekin qandoq qilib so'z ichishni bilmaydi. Turibla uning yodiga heliqi bolalik vaqtidagi yaxshi ko'radigan naqsi tushib qoldi. Mana bu obdan jora, dedi u ichida va ot sug'urgan bo'lib, qadimki ohangda asta naqshi boshladi. Qo'zichoqlar maraydi, donsiz qolgan o'xshaydi. Bo'z to'rg'aylari sayraydi, donsiz qolgan o'xshaydi. Qo'shqar naqshining 3-qo'rini boshlaydi deb turib edi, Lola shu ohangda o'qidi. Voy, Lola, dedi Qo'shqar. O'zi qandoqcha uning yeniga berib qolganligini sezmay qoldi. Lola, bu rostmi? Men Bo'ldi, siz Qo'shqar, dedi Lolaxon izza aralash kulib. Qo'shqar emasmi? Voy, shumi yodingizda bor ekan-a? Bo'lmaychi. Hammasi yodimda. Sizning yodingizdan chiqib ketgan bilan. Lolaxon gili bo'g'ilgandek bo'lib so'zlay olmay qoldi. Yo'q, Lola, men unutmadim. Yodimda, hammasi yodimda. Tunugunkidek yodimda. Mening gapim jiq, pek boshqa so'zlashaylik bo'lamdi. Mayli. Mening gapim jiq. Qachon, qayerda? Men istayman. Qo'shqar Lolaxon uzab ketguncha uningga qarab turdi. Lolaxon burilishga berib, orqasiga qaragandan keyin u otlar bor yoqqa yugurdi va hangviqib qarab turgan Xechichini quchoqlab pirqirtibdi. Qo'shqar qaytib saroyga kelib, qilishqa ahvolni aytib berdi. Lolaxon qaytib dadasiga ahvolni aytib berdi. Dada, ishonamsan? U Qo'shqar o'lmabdi, bor ekan. Shu Qo'shqarning o'zi. deb dadasini ishontirdi. Lolaxonning dadasi Qo'shqarning dadasi bilan yaqin do'st edi. U Qo'shqarni kichigidan tortib yaxshi ko'radi. Qo'shqar sheriklikka tutilib ketib, qaytib kelolmagandan keyin o'lib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Shuning bilan u qizini qarshiligiga qarmay bir Farg'onalikqa bergan edi. U Farg'onadan qaytib kelganda Lolaga: "Qo'shqarni endi o'ylamasangmi bo'ladi? U qaytib kelmaydi", degan edi. Lekin qizi boshqa erga tegmay Qo'shqarni kutib yurganligini biladi. "Yeshing 35 ga kelib qoldi, qizim. Loyiqlarni qaytiraverma. To'l o'ltirish yaxshi emas", deb nasihat qilgan edi u qiziga. Lola bo'lsa hamon Qo'shqarni kutadi. Uning ko'nglida Qo'shqar bir kuni qaytib keladigandek qiladi. Boshqa erga tegib nima qilaman? deydi u do'stlariga. Erga tegdim-ku. Rostini aytganda, Farg'onalik erim meni yaxshi ko'rgan, ozor qilmaydi. Lekin shu Qo'shqar yodimdan chiqmaydi. Erim o'lib ketdi. Qo'yinglar, menga nasihat qilmanglar. Qo'shqar kelsin, kelmasin, erga tegmayli qo'yay, deydi u keskin holda. U endi Qo'shqarning topqanligini dadasiga aytganda, dadasi: "Qo'shqarni men yomon demayman, qizim.
u balki bola chaqiliq bo'lgandi. Qo'shimlarini turib o'yladi buvay. Xatolashmasam, u bu yil 38 ga kirib qoldi. Agar uning bola chaqasi yo'q bo'lsa-chi? deb so'radi Lolaxon dadasining ko'ziga talmirib. Undoq bo'lsa, o'ylab ko'rarmiz, dedi buvay. Lolaxon 2 bosqichdan o'tdi. Biri Qo'shqar bilan ko'rishib, tanishlik oldi. Yana biri dadasining roziligini oldi. Endi ish Qo'shqarning bola chaqasi bor yo'qligida qoldi. Qo'shqar o'zi unarmi? Bu savol Lolaxonning ko'z oldidan lop qilib o'tib ketdi. U ishning u yoqini o'ylamaslikka tirishdi. Bugun oqshom Lolaxon o'yga cho'kib yotadi. Gadirmash o'ylar uni shuncha o'rib olgan ediki, kechini o'tkazish oson bo'lmadi. U Qo'shqar bilan qayerda, qandoq uchirishni o'ylab, uzoqqacha uxlay olmay yotdi. Atsi Seyit xo'ja pologa jiqroq guruch silishni aytdi. Tush vaqtida u do'kondan qaytib kelib, Lolaxon, polodin bir leganga to'ldirib usop, saroydagi bizning 2 mehmonga opirib berib kel. Bildingmi? dedi. Bu gap Lolaxonning o'yiga toza mos keldi. Ishning buningdan obdan epi bo'lamdigan. Lolaxon avval bir legan polini usub, Seyit xo'ja bilan xonimga akirib berdi. Yana bir legan pologa go'shtni jiqroq besib, ustiga 2 to'qoshni yepib, dasturxon bilan obdan o'rab dolisiga qo'ydi-da, darvozadan chiqib saroy yoqqa menib ketdi. Lolaxon Qo'shqarning saroyning qaysi hujrasida ishkanligini, kim bilan birga turdiganligini allaqachon bilib bo'lgan edi. U saroy darvozasidan kirib, to'p-to'g'ri o'sha hujraga qarab mangdi. U hamda hujra ishkiga kelganda ichkaridan qilich chiqib qoldi. Xo'jayin osh avatibdi, dedi u ro'mili bilan yuzini yonto to'sib. Xo'jayin Seyit xo'ja osh avatgandang, dedi qilich kulib va Lolaxonga yo'l berdi. Qo'shqar, mehmon keldi, dedi u ichkariga qarab va Lolaxonga burildi. Qani singlim, uyga kiring. Qo'shqar, mening ozroq ishim bor. Biroz kechikib qaytaman. Lolaxon bu so'g'idan yengil otlab kirganda, ichkirdan chiqayotgan Qo'shqarning teni jo'g'ildab ketdi. "Voy, Lolaxon siz?" dedi u huduqib. Qani, uyga. Yo'q, mayoqqa, ichkirga kiring. O'ylamagan yerdan kelib qolgan yaxshi mehmon. Epida kelib qolgan soyibxona. Ajab yaxshi, ha? Ish o'ng'iga kelsa, hammasi joyida bo'laveradi ekan. Hozir pologa navbat yo'q. Sovib qolsimi mayli. U shira ustida turib turg'ay. Ikkaydan gapni nadan boshlashni bilmay, biri ro'molining uchini o'g'lisa, yana biri qichishgan gadinni qoshlab qo'ydi. O'zlarini qayerdan so'raymiz, oq Qo'shqar? dedi Lolaxon oxiri boshlab so'z echib va kulib Qo'shqarga qaradi. Qashqardan. Ha? U joy nada? Yiroqmi? Qatmuqat tog'larning kaynida. Bakiroq. Yaqinda qaytmoqchi biz. Ha, qaytish kerak albatta. Bolalar kutib qoladi-da. Ikki ko'ni odosh shunda qilib mungdashdi. Bir-biriga ahvollari oydinlashdi. Keyin ikkilisi tang shuk bo'lib qoldi. Bir g'azodan keyin jimjitlikni yana Lolaxon buzdi. Men sen bilan ketaman. Keskin so'zladi u.
ko'zidan chiqqan yoshlari qurib bo'lgan edi. U hozirla o'sha qatmuqat tog'lar kaynidagi uzoq joyga ketishga tayyorlangan edi. Bo'lmaydi Lola. Dadang yolg'iz. Men ketaman dedim, ketaman. Dadam o'z kunini o'zi ko'ralaydi. Agar sening bola chaqang bo'lmasa, ikkimizning birga turishimizga dadam rozi. Yo'l uzoq, tog' davollar egiz. Xotin kishiga qiyin safar. Ha? Dedi Lola short dedi beshini burab Qo'chqorga qarab. Tog'davan qandoq bo'ladi? Xotun kishi qandoq bo'ladi? Qani men ko'rib boqay. Ashu tog'davallar xotun kishi bo'lgan mening belimni egallamdikin. U g'azab bilan o'rnidan qopdi va kashini kiyib, xo'shmi demay talog'i mangdi. Qo'chqor Lolaxon, to'xta! Deginicha eshik oldida qarab qoldi. Endi darvozadan kirayotgan qilich Lolaxonning xafa, shapashlab mengishiga, Qo'chqorning hangviqib qolgan qiyofatiga qarab to'xtab qoldi. Lekin hayron qolmadi. U Qo'chqorning ahvolini uqdi. Kerak yo'q. Polvon xotin ishga. Seni mat qipti, ko'rdingmi? Dedi qilich. Keyin ular xeylili sovib qolgan oshni ichib yedi. Shuningdan keyin Lolaxon ko'rinmadi. Qo'chqor ot sug'org'ili chiqqanda u sug'imi chiqmadi. Qo'chqor jiyda bo'ladigan bo'lib qoldi. Hatto tomoqni tuzuk yemaydi. Qilichning qarg'ina seni o'zingni chaqlamay uni xafa qilib qo'yib, endi nima deysan? Xo'p bo'ldi degan so'zi uni texmi xafa qiladi. Biroq qilich kulib to'lisiga urib. Qo'rqma do'stim. Lola Qo'chqordan qolmaydi deganda uning ko'ngli ozroq joyiga tushib qoldi. Qilichning bu so'zida bir gap bor. Oldin kuni Lolaning dadisi bilan so'zlashgan emasmidi? deb umid qildi. Aslida Qo'chqor Lolani xafa qilay demagan edi. U Lola kessa dadisining yolg'iz qilishidan ansirgan edi. Qo'chqorning so'zi Lolaning ko'ngliga tekkan bo'lsa-mu, bolalik vaqtidagi do'stona muhabbatni hech nima so'ndira olmagan edi. Balki u borgancha pishib, qarshilashqili bo'lmaydigan bir kuchga aylangan edi. Ana shu kuch Lolani uzoqdan beri changiliga ilib, tizgillab kelgan edi. U Qo'chqorni uzoq yillar kutganligi uchun afsuslanmaydi. U oxiri Qo'chqorni topdi. Lekin Qo'chqor uning irodasini xomchoqlab, tog'davon, xotin kishi desa, bu so'zni yana kelib, uning yuragida saqlagan kishisi desa, uningga qandoqmi alam qilmasin. Kichik karvon qaytdi. Ana, ot qechirlarga mingan, qechir haydigan 3 kishi Namangan yezlaridan chiqib, tog' yo'talarini bo'ylab kelmaydi. Ular bir bo'ktardan eshib, keng bir soyga kirdi. Qilichning kayfi xush. Nimanidir izlayotgandek ot ustida atrofga ko'z silib mangmoqda. Qechirchi o'zi yaxshi ko'radigan naqsini bo'sh ovoz bilan aytib ketib bordi. Qo'chqor bo'lsa, otning tizginini qo'yib etib, beshini sangilitib, o'ychan ketib bormoqda. Ular saroyning ichida bir suv kechkidan o'tib buralganda qilich varqirdi. Qo'chqor, qara, ov kim u? U ot choptirib shu yoqqa ketdi. Keyin Qo'chqor etini ildomlatib borsa, qilichning oldida bir er kishi turgan ekan. Qo'chqorni ko'rishi bilan u ta'tir o'rilib oldi. Qo'chqor qilichga suolliq qaradi. Qani topa, u kimkin? dedi qilich kulib Qo'chqorga. Voy tong'ay, dedi Qo'chqor hayron bo'lib.
u ovu kishining oldiga o'tay desa, u yana burilib yuzini ko'rsatmaydi. Qilich bo'lsa, to'xtamay kuladi. U qo'shqarga ko'zingni yum, dedi. Ovu kishini uningga ro'baro turg'izgandan keyin, ha, endi ko'zingni och, dedi. Ha? deb cho'chib ketdi qo'shqor ko'zlariga ishonmay va ozroq orqasiga dojidi. Uning oldida puxta aranchi kiyingan Lola kulib turadi. U putig'i qizil ko'n o'tik kiyibdi. Yaktikining ustidan ko'k balbog' bilan belini ching bog'labdi. Beshiga nepiz oq kigiz qalpoq kiyibdi. U shundoq bir chiroyli yigit bo'ptiki, kishining zo'qi keladi. Faqat maydisi yaktikini ozroq ko'tirib turg'ani bo'lmasa, voy Lola, bu senmi? dedi qo'shqor ikki qo'li bilan uning dolisidan tutib. Nima degan polvon sen? Shundaqmi? Hatun kishimi palvon bo'lam degan? dedi Lola qo'lidagi tayoq bilan qo'nchini urib, bir putini o'ynatib, arancha harakat bilan. Hamda yetib kelgan Xijirchimi ularga qo'shilib, hammasi billa ko'lishdi. Qo'shqar izza aralash yerga qaradi. 3 kishilik kichik karvon hamda 4 kishilik bo'ldi. Ular suv bo'yida o'ltirib, choq-choq kulki bilan so'q go'sh, non-pon yavlishgandan keyin safarini davom qildirdi. Hozir olvon yasaqchiq. Kishilar noroz bo'lmoqda. Shundoq turuqliq xazina bo'shab qoldi. Ulug' Bo'g'roxon kirdi! İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.